Akalar, B kategoriya bilan 9 o'rinli avtomobilimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Jack M4 avtomobili. Ko'rib turibsizlar, qora monstrimiz, chiroyli dizaynga ega. Narx 9 o'rindiq. B kategoriya. Xohlasangiz Rossiyaga, xohlasangiz Qozog'istonga, xohlasangiz Yevropaga qatnamaysiz aka. Avtomobilimizni ko'rib turibsizlar. Bitta keling. Shofyorimiz salon qismini bitta ko'rsatib olaylik. Salon qismimizga Evacordan toza sifatli bonusiga bo'linglar tashlab qo'ydik akalar. Multi rullarimiz elektronik hisoblanadi. Chiroyli displeylarimiz ham bor. Mexanika hisoblanadi avtomobilimiz. Hop, balandligi ham avtomobilimiz juda ham baland. Xohlasangiz patsagani stakanchiklarigacha bor. Ko'rib turibsiz. Hop, endi yo'llarda mana porchkalarimiz. Oldi radiator решеткаlarimiz ham juda seriozli chiroyli bo'lib turibdi akalar. Xohlasangiz mana bitta svetodiodli led faralarimiz, jism boshqa hamma narsani tiqqan. Bunda tumanlilarimiz bor, M3 bo'lmaydi. Hop, bitta kelsak, porchka hamda bir taraflama eshigimiz. Orqa tarafimizga polilar chiroyli tashlaganmiz. Polni bo'ladi. Poliklarimiz ana u mashinalarga o'xshab manetga birikta lata tashlab qo'ymagan, sifatli, toza narsalar akalar. Hop, 9 o'rindiq. Aytgandek, B kategoriya. 9 tadan ko'paysa, pravani nimasi o'zgaradi-yu, bilasizlar, kategoriyasi o'zgaradi. Hozir B kategoriya bilan xohlagan joyingizga buni kelishingiz mumkin. Kelaveringlar, orqasiga bitta o'taylik. Orqa dizaynlarimiz, orqa kapotlarimiz ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham sumkalaringiz, ikki uchta bemalol sumkalaringiz sig'adi. Xohlasangiz bunda sayohatga qatnang, xohlasangiz Rossiyaga qatnang, xohlasangiz oilaviyga mining, avtomobilimiz sizga juda zo'r yaraveradi. Motorlari keladigan bo'lsa, ikkala motorlarimiz 1.8 atmosferli dvigatel bilan jihozlangan, 147 ot kuchi bo'ladi akalar. Bunimiz hozir tannarxi pastga yozib ketaman, telefon raqamlari bilan ko'rishlaring mumkin. Akalar, qaranglar. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz naqdga atigi bir kunda nomingizga rasmiylashtirish mumkin. Bu undan tashqari bonuslari ham bor. Pastdagi nomerga telefon qiling. Xohlasangiz boshlang'ich 25 30% bilan avtomobilni qancha bilan olib chiqib ketishlari, sug'urtalar, chiroyli ma'lumotlarini ustida gaplashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.